Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka, opa-singillar. 2026-yil 24-avgust Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Bir oz muddat to'xtab qolgan edi masjidimizni tahoratxonasini ta'mirlash ishlari. Mana bugun 24-avgustda ustalar kelib oz-moz ishlar qilishdi. Ichkarida yana ustalar ishlayapti. Mana bu xo'sh, nima desa bo'ladi? Quyosh batareyasimi, shunaqa deyilar ekan. Qovurg'alik suv aylanar ekan, 300 litr suv. Shuni isitishdi. O'sha suv isitishni ramasi. Habitgacha shuni yasab ketgan ekan. Mana bu yerda o'sha suv isitishni mana bochkasi mavjud. Mana uning ichida, mana buning ichida. Mana buning ichida menimcha turbalar bo'lsa kerak, shishadan bo'lgan. Ichkarida santexnik usta akalarimiz boller sistemasini o'rnatish jarayoni bo'lyapti. Ichkariga kiraylik qani. Ormang usta boller sistemasi o'rnatilyapti. Mana bunday ko'rinishda bo'lar ekan. O'ng tomondagida Germaniya texnologiyasi deb yozilib qo'yibdi. Bu boller sistema mana bu oyoqdagini to'pli pol suv aylanmasi bilan isitar ekan. Qolgan joylarga issiq suv bilan ta'minlaydi ekan. Tokka ishlaydi. Bu tepadagi nima o'rnatilish sababi nimaga kerak u? Ha, tepaga o'rnatilyapti. Ariston vazifasi. Ha, u tomga qo'yiladigan ariston vazifasini bajarar ekan. Mana shunday. Nima debdi? Thermal life debdi. Mana shunday. Mana bugungi santexnik ustalar ham ishini yakun qilib ketdi. Faqat endi ertaga elektrik kerak ekan. Mana bu yerga avtomat qo'yilgan ekan, yana bir nimalar bo'ladi ekan. Xo'sh. Mana bunaqa havo tortgich ham qo'yildi. Har xil hidlar chiqib ketadigan havo tortgichlar qo'yildi har bir xonaga. Svetni yoqasiz. Svetni yoqqaningizda bu ventilyator ishlab har xil hidlarni tashqariga chiqarib tashlaydi ekan, tortib olib. Har bir xonaga o'rnatilgan bundan. Mana shunday bugungi sham yakun bo'ldi. Inshaalloh ertaga davom ettiramiz. Elektriklar kelsa